Birinchisi dangasalik, ya'ni hachu. Boshida siz xohladingiz, maqsadlaringizni yozdingiz va harakatni boshladingiz, lekin dangasaligi sizni yana to'sib qo'ydi, yana to'xtab qoldingiz. Ikkinchisi, meni qo'limdan kelmaydi degan fikrga kelib qoldingiz. Bular yozyapti, siz ham yozib olyapsizmi azizlarim? Ya'ni magu. Bir narsa qilib yurib, dangasalikni ham yengdingiz, ya'ni eplolmayman deyishni ham yengdingiz, ha? Ikkinchisini ham yengdingiz va birinchisi dangasalikni ham yengdingiz. Tushundinglarmi? Endi qilolmayapman, men qo'limdan kelmayapti degan narsani ham yengdingiz, lekin baribir eplab keta olmayapsiz. Uchinchisini yozinglar. Qanday qilishni bilmayapman. Ya'ni знаю как. Endi ustozga shogird tushasiz. Endi sizga ustoz kerak bo'lib qoldi. Boya bilimdon edingiz, chop ketayotdingiz, maqsadlar qo'yuvdingiz, yugurgilab yuruvdingiz. Baribir o'xshamadi, yana ustoz kerak bo'ldi. To'p etib boshingizni devorga urasiz, ustozga qaytib kelasiz. Tushundinglarmi? To'rtinchisi, men qo'rqaman. Ya'ni ya bayus, kasbingizni o'zgartirgisi kelib qoladi. Tushundinglarmi? Endi pul tikib, osh markazi ochishim kerak deb o'ylaysiz. To'g'rimi? Qo'rquv paydo bo'ldi-da sizga. Qo'rquv mana. O'rtoqlar, sizni har bitta biznesda pog'ona zina yurib borishingizga aslida sizni ichingizdagi qo'rquvlar sababchi. Tushunyapsizmi? Hammasini yechimini topib kelasiz, oxiri baribir yana borib qo'rquvga taqalyapsiz. Tushunyapsizmi?